Hali qiziqarli joyini aytaymi? Qimmat ish qilamiz deymi? Avtokonditsioner hamda avtoelektriklardan shug'ullanamiz. Bu zamikana bilan kelgan mana kabel erib, yongan, mashina yonishiga ozgina qolgan mana. Bular effekt beradimi-ki, yoz konditsioner? Tiko, Damas, Matiz hammasi effekt beradi. Nexia 1, Nexia 2 nomeradi. Konditsionerga bitta konditsionerda o'zi bilan ish bitmaydi. Ba'zida dinam boshqa sohalar ham 60-70% sizni Instagram orqali ko'rib keladi. 20 taga yaqin mashina kelgan bo'lsa, bir kamida 10-12 tasi shu Instagram, YouTube. Shogirdga tushish uchun qanaqa talablar bor? Maktabni bitirgan bo'lish kerak. 10 kun, 15 kun sinov asosida ishga olamiz. Agar bizga to'g'ri keladigan bo'lsa, keyin qabul qilib, oxirigacha olib boramiz. O'rtacha shogirdlaringiz necha pul daromad qiladi? O'rtacha 15-20 million daromad qiladi. Instagram orqali ham biznes bormi? Instagramni o'zini tarmog'iga misol reklama qo'yib, boshqa qilib, nima deydi? Daromad qilmaganmiz. Bunga o'zi vaqtim yo'q. O'shalar takliflar qiladimi, qanaqadir? Bo'ladi. Yo'nalishimizga to'g'ri kelsa, hamkasblar bo'lsa, reklama qilish bo'lsa, pul olmasa shunday qo'yib berganmiz hammasi. Siz aka bu darajaga kelishingizga nima sabab? Endi kimdir aytishi mumkin, qiyinchilik ko'rganman, boshqa qilganman. Lekin insonni o'ziga bog'liq emas bu. Zo'r usta bo'lsa, zo'r instrumenti bo'lsa, joyi yaxshi joyda bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi ahamiyatga ega joyi shu ota-ona hamda ustozni roziligi, duosi shu. Muhammad Sodiq tanlash uchun bitta sabab ayting. Hali qiziqarli joyini aytaymi? Qimmat ish qilamiz deymi? Avtomashinangiz konditsionerini to'g'latmoqchisiz, ajoyib mutaxassis, ko'p yillik tajribaga ega. Sodiq akamning oldiga kelganmiz. Bugun u bilan konditsioner bo'yicha qiziqarli savol-javoblarimiz bor. Like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Qani ketdik. Ya hormasizlar, assalomu alaykum. Bormi? Sizimsiz? Yoz fasli keldi, endi konditsioner bo'yicha savol-javoblar bor edi. Bo'ldi. Sizni tavsiya qilishganda, shunga aka o'zingiz tanishtirib olsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Muhammad Sodiq. Avtokonditsioner hamda avtoelektriklardan shug'ullanamiz. Aka, konditsioner bo'yicha necha yil mutaxassisiz? 8 yil bo'ldi. Elektriklikka kirib kelganimizga 2007-yildan beri yaqin 20 yil bo'ldi. Avtomobil sohasiga ustachilikka necha yil? 2007dan beri shu sohadamiz. 20 yil. Hozir bugun ham konditsioner o'rnatyaptimi? Yo'q, hozir bizda har xil ishlar paytida kelgan olibda ko'rsatib boramiz. Bu zamikana bilan kelgan mana kabel erib, yongan, mashina yonishiga ozgina qolgan mana. Ko'rsatsak bo'ladimi? Kabellar yongan, ana bu tomonda yongan. Endi buni sababi hushyor bo'lsa, Nexia haydaydiganlarga lifehack bo'ladi, qarab qo'yasizlar. Mana nomer arqa plafon bo'ladi. Shundan kelib chiqqan. Arqa plafon shunday kuzibga tegib qolgan oqibatida shu orqadan oldigacha kabel yonib ketgan. Aka bu yerda ko'ryapsiz, Nexialar ham turibdi, Nexia birlar. Ularning konditsioner bo'yicha kelganmi yoki elektrik ishi bo'yicha? Matiz ham konditsioner kelgan. Cobalt ham bunisiga tumanga qo'yilyapti. Matiz konditsioner. Remont qilindi. Hozir ko'ramiz. Matizning oldidan ozgina dada bo'lgan ekan. Radiatorlar teshilgan ekan. Radiatorni yechib, o'zinikini ham joyiga qatirib, freonlarni zapravka qilgan sini ishlatib qo'ydik. Bular effekt beradimi-ki, yoz konditsioner? Tiko, Damas, Matiz hammasi effekt beradi. O'sha o'rnida hamma narsasini joy-joyiga qo'yib ishlatilsa, hammasidan mazza qilib yursa bo'ladi. Nexia 1, Nexia 2 nomeradi. Konditsioner bo'yicha. O'ylanish yo'q, bosish kerak. İnson o'zi uchun sharoit yaratish kerak-da. O'ynamay turlar, qon. Xo'p, Cobaltimizda qilinayotgan ish, konditsioner yoqqanda dinamramen chirillab, shovqin bilan motor detonasiyalarni ishlayapti. Sababi freon tarkibida havo bor. Zavazga freon chiqarib olib, vakuum qilib boshqatdan freon qo'yapmiz. Dinamlarning zaryadlari past ekan, dinamlarni shkalatga qo'yib, zaryadkalarni ko'tarib beramiz. Xullas, konditsionerga bitta konditsionerda o'zi bilan ish bitmaydi. Ba'zida dinam, boshqa sohalar ham, misol uchun ko'pchilik ahamiyat qilmay qoladi. Ventilyatorda birinchi, ikkinchi oborot bo'ladi. Misol uchun birinchi oborot konditsioner uchun xizmat qiladi asosan. Shu ishlamay qolsa ham konditsioner yaxshi sovutmaydi. Aka bu Cobalt qayerdan kelgan? Bu adashmasam Quvasoydan kelishdi. Quvasoydan. Aka buni qanday? Instagram, YouTube. Instagram orqali topib ketdi. O'zi necha foiz aka sizda? Tanish, bilish orqali keladigan. Ijtimoiy tarmoqda 60-70% tashkil qiladi.
60-70% sizni Instagram orqali ko'rib keladi. Bugun ham 20 taga yaqin mashina kelgan bo'lsa, bir kamida 10-12 tasi shu Instagram, YouTube. Masalan, bu akamiz Rossiyada kuzatib yurardim. Bizni kecha kuni kelishdi, kelib olib kelishdi. Bolalar ko'p, bular hammasi shogirdmi? Hammasi shogird. Hozirgi kunda 9 ta bor. Hozirgi 9 ta. Bu taxminan nechta chiqargan sanoqlar? Yo'q, adashib ketaman. Shogirdga tushish uchun qanaqa talablar bor? Bor, maktabni bitirgan bo'lish kerak. Keyin 10 kun, 15 kun sinov asosida ishga olamiz. Agar bizga to'g'ri keladigan bo'lsa, keyin qabul qilib oxirigacha olib boramiz. Qaysi yo'nalish? Elektrik, konditsioner. Hammasi, elektrik, konditsioner, o'sha avtotuning sohasi va kompleks programma. Usta bo'lib chiqishi o'ziga bog'limi Bog'liq. Bog'liq. Endi usta bo'lib chiqishi 3 yildan 5 yilgacha o'zini qabul qilishiga qarab. Bugungi kunda o'rtacha shogirdlaringiz bu olib chiqqan shogirdlaringiz necha pul daromad qiladi? O'rtacha 15-20 million daromad qiladi. Kelib o'rganish kerak. Asosiysi oilasini bag'rida. Xo'p, matizimiz tayyor bo'libdi, mana graduslari. Xona harorat deyarli 30 gradusga borib turibdi, 29. Matiz ichidan chiqayotgan havomiz reflektordan 7.3, ya'ni 7 gradus. Bemalol mazza qilib yursa bo'ladi. Bu 7 gradus chiqayotgan havo ichkarini o'rtacha 15-20 orasida ushlab beradi. Buni Facebookda nima qilib Xullas, konditsioner sohasida avtomobil tanlamaymiz, faqat bizni do'konimizga tashrif buyursa bo'ldi. Instagramda ham kuzatishda o'ziga obunachi yetadi ekan, u Instagram orqali ham qanaqa biznes bormi? Biznes bizga yo ish kelishi. Instagramni o'zini tarmog'iga misol reklama qo'yib boshqa qilib, nima deydi? Daromad qilmaganmiz. Bunga o'zi vaqtim yo'q. O'zlar taklif qilamiz qanaqadir. Bo'ladi. Yo'nalishimizga to'g'ri kelsa, hamkasblar bo'lsa, reklama qilish bo'lsa, pul olmasa shunday qo'yib berganmiz hammasi. Tez qiladi. O'z shartnoma asosida puldan chiqaman deganlar bo'lsa, sohamizga to'g'ri kelsa ishlaymiz. avtomobillar Balon, avto, akkumulyator, zapchas, avtozapchas bo'yicha bo'lsa, yoki avtosalon bo'yicha bo'lsa, hamkorlik qilishimiz mumkin, lekin sohadan tashqariga chiqmaymiz. Misol talablar asosiysi xalqning ishonchini suiiste'mol qilmasa bo'ladi. Aka, sizni menimcha butun Rishton, butun respublika shogirdlaringiz misol Voha, Vodiy, hamma viloyatdan bor-da. Deyarli bor. Siz aka bu darajaga kelishingizga nima sabab aka? Endi kimdir aytishi mumkin, qiyinchilik ko'rganman, boshqa qilganman. Lekin insonni o'ziga bog'liq emas bu. Zo'r usta bo'lsa, zo'r instrumenti bo'lsa, joyi yaxshi joyda bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi ahamiyatga ega joyi shu ota-ona hamda ustozni roziligi, duosi shu. Agar bular bo'lmasa, qolganlari rol o'ynamaydi. Siz ham o'z ustozingizdan duoni olgansiz. Haligacha olyapmiz, Xudoga shukr. Ustozingiz rozi qilgan, ota-onangiz duosidan. Qalbidan joy olganmiz, ustoz, Xudoga shukr. Aka, misol bugungi kunda ustalar ko'p-da. Konditsioner, elektrik ustalar ko'p, lekin Muhammad Sodiq tanlash uchun bitta sabab ayting. Hali qiziqarli joyini aytaymi? Qimmat ish qilamiz deymi? Yo'q, Xudoga shukr. Kimdir mashinani ishini bitirgan payt egasiga to'g'ri keladi. Misol uchun qanday tushuntirsa bo'ladi? Bir narsani tatib ko'rmagan odam uni aslini bilmaydi-yu. Misol bizda ish qildirgandan keyin bo'ldi, shu ma'qul desa, agar o'zimizga yoqmagan bo'lsa, klientga ma'qul bo'lsa ham bermaymiz mashinani. O'zimizni o'sha talabimizga javob bergancha ko'rib beramiz oxiriga. Qancha juda aqlli javob bo'ldi aka. Chunki kelib bitta siz ishingizni ko'rishga majbur qiladigan javob bo'ldi-da. Xudo xolasa, kelganlariga yarasha xizmatlarini ko'ngillariga bildirib beramiz. Muhammad Sodiq aka, bugun sizni Instagramingizda kuzatgandik. Tez qanaqadir konkurs yoki nimalar bonuslar tursa, yaqin kunlarda qanaqadir rejalashtirilgan bonus yoki bor. Ozgina qiyin bo'lishi mumkin, lekin bor. Bu qanday desangiz, Instagramda obunachilarimiz 75 mingtadan o'tdi, xudo xolasa. 100 mingta bo'lsak, 100 ta obunachiga o'zi aslida Freon zapravkamiz 350 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, shuni 100 ta obunachiga 100 mingdan qo'yib beramiz. qanday tanlanadi ustoz? 100 ta obunachi, misol uchun biz 100 mingta bo'lgan kundan boshlanadi. Bizni kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishi kerak hamda sizning kanalingizga obuna bo'lgan bo'lsa, kelishadi, obuna bo'lganini ko'rsatishadi, bo'ldi.
O'sha kelgan 100 ta odamni birinchisidan oxirigacha sanaymiz. Kelishaveradi, tanlamaymiz masalan. Anaqa Yo'q, unaqa hali o'rtaga jo'natsa unaqa qilsin emas. Faqat 100 ta, nima, 100 mingta bo'lsa bo'ldi obuna. 100 mingta bo'lamiz, xohlasa podpiskani bosib qo'yinglar. 100 mingta bo'lgandan keyin shoshilamiz keyin kelishga. 100 ta obunachiga 100 mingdan qo'yinglar. Freon o'zgarmaydi, ish sifati o'zgarmaydi, faqat shu 100 mingta bo'lganimizni xursandchiligidan shu qilib beriladi. YouTube'da yana ancha aktivingiz yuqori. YouTube'ga qanaqa bo'lsa. Agar YouTube obunachilarimiz 70 mingga borib qo'ygan, YouTube 100 mingta bo'ladigan bo'lsak, bizga kumush galachka beradi. Shuni munosabati bilan 100 ta YouTube obunachisiga tekinga qo'yib beramiz. Lekin besplatni hammasi. Besplatni. Hammasi ichida. Hammasi ichida. U ham prosta obuna bo'lganini kelib ko'rsatsa bo'ldi. Ha, misol uchun sizni profilingiz, mening profilim obuna bo'lsa bo'ldi. Bu videoni ham kollaboratsiya qilib qo'yamiz xolos. Xudo xolasa.